Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlashni unutib qolmaslikni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz Qurultoy Yoshlar komitetidan Erkin Zunun, Iftixor Tangriqut va Abdulqodir Uyg'ur. Bugungi suhbatimizning mazmuni Qurultoy Yoshlar komitetniki hozirgacha bo'lgan xizmatlari ham bu yoshlarimizniki buningdan keyingi arzu armonlari to'g'riliq bo'ldi. Suhbatimizga xush keldinglar. Rahmat. Hoş bulduk, rahmat. Sizlarga rahmat. Bir oldida bir o'zimizni tanishtirishdan boshlasak deb o'ylayman. Oldi bilan Erkin sizdan boshlaylik. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Mening ismim Erkin Zunun. O'zim Qirg'izistonda tug'ilgan, 2002-yildan boshlab Germaniyaga kelgan. Yerlik tashkilotlarda bu yerda ko'p vazifalarni olgan va Dunyo Uyg'ur qurultayiga 2020-dan boshlab markaziy ishxonasida kotib bo'lib ishlayman. Dunyo qurultayi 7-qurultayninki saylim bilan 2021-yili 11-oyning Prag shahrida hozir Yoshlar komitetininki mudiri bo'lib xizmat qilyapman. Rahmat. Rahmat. Hamda Abdulqodir siz kelsak. Assalomu alaykum qarindoshlar, hammalarga Abdulqodirdan salom bo'lsin. Men Turkiyaning Bursa shahrida o'qiyapman, xalqaro munosabat kasbini o'qiyapman. Men 2017dan keyin bo'lsin, mushu vaqtlarda vatanimizning davosiga kirgan bo'ldim va 2017dan beri aktiv shaklda Türk tashkilotlari bilan birlikda, Uyg'ur o'quvchilar bilan birlikda Turkiyada aktiv faoliyatlarni qilyapmiz va qurultoyninki 7-navbatlik qurultoyda Prag shahrida Yoshlar komitetining mudir yordamchisi bo'lib saylandim. Inshaalloh qurultoyda yaxshi xizmatlarni qilamiz deb ishonaman. Rahmat. Rahmat. Hamdaki navbat Iftixor. Rahmat. Assalomu alaykum aziz Uyg'ur millatim. Hammanglarga men Iftixor Abdurashiddan o'tliq salom. Men o'zim Misrda Arab til adabiyoti va islom umumfanlar fakultetini o'qigan. Turkiyada Hira til tarbiyalash kursida Türk dili, Arab dili ve başlangıç mektep o'qituvchilik vazifasini o'tagan. 2018-yil Germaniyaga keldim. Shu vaqtdan hozirgacha Germaniyada bo'lsin va Belgiyada bo'lsin turli siyosiy xizmatlarni o'tab keldim. O'zim 7-navbatlik qurultoydan keyin Yoshlar komitetining muavin mudirligiga tayinlandim. Uningdan sirt Belgiya Uyg'ur jamiyatininki bosh kotib bo'laman. Yoshlarimizniki jo'shqin bir-birisidan qilishmaydigan ro'yiga ko'pdan ko'p rahmat. Ham Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Yoshlar komiteti burundan nihoyatda yaxshi jonli xizmatlarni, faoliyatlarni olib kelayotgan hammamizga tunishli bir komitet ham burundan bor. Ham shu qurultay qurilib uzun o'tmaylar Yoshlar komiteti qurilgan. Hamda suhbatimizga rasmiy qaytib kelaylik. Birinchi savolimiz komitet mudiri Erkindan boshlansak. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Yoshlar komiteti burun botdi. Shundaqla qurultoyga muhim xizmat ishlab kelgan bir komitet abay deganimizdek, hamda qurultoy Yoshlar komitetiniki qurilgandan hozirgacha bo'lgan xizmat jarayoni va qilgan xizmatlarimizni bizniki boshqa yoshlarimizga bir tanishtirib o'tamsiz. Rahmat. Bo'ldi. Dunyo qurultayi qurilgandan buyon yoshlarga ahamiyat bergan bir tashkilot. Bo'libmi bu tashkilotning qurilishida u vaqtdagi yoshlar hamda muhim bir rol o'ynagan. Hozir bo'lsa u yoshlarning bizning davomimizdagi oldi saptiki rahbarlarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultayi 2007dan boshlab rahbarlarni tarbiyalash kurslarini o'rnashtirgan va 2014-yildan boshlab maxsus yoshlarni tarbiyalash kurslarini yo'l qo'ygan. 2014-yilda Jenevada, 2015-yilda Washingtonda, 2017-yilda ikki qator bo'ldi. Birisi Brükselda, ondan keyin 2017-yili 10-oyda Stokgolmda, 2018-yilga kelganda
3. ayda Oslo'da ve 11. ayda München'de ötkazgan. Bu kurslarga qatnaşkan yaşlarımız azı bolsa turuşluq dövletlerdeki teşkilatlarda mühim bir rol oynaydı. Ve kurultayımızda mı mühim bir hizmetler ilip vardı. Ularning arasida mislan Zumrata Erkin, G'ayur Qurban, Babur Ulchi, mislan bizning iftixor muammirimiz. Ondan keyin sizmi buning ichida bor. Yoshlar komiteti qurultayning butun Sharqiy Turkistonlik yoshlarimizga siyosiy va tashkiliy jihatdan yetakchilik qildi. Ondan boshqa Sharqiy Turkiston milliy hareketining izbosar ve iqtidorli xodimlarining bayqilishi ve yetilishiga kuch chiqardi. Yoshlar komiteti hozirgacha Sharqiy Turkiston davosi uchun foydali deb qaralgan xalqaro yoshlar tashkilotlari bilan yaqin aloqa o'rnatib hamkorlashyapti. Ularning birisi Yevropa Yahudi yoshlar tashkiloti. Undan boshqa har bir davlatdagi siyosiy faoliyatlarning partiyalarning, ya'ni siyosiy partiyalarning yosh vakillari, ya'ni gençlik qo'llari deymiz ve partiyaninki aşağıdaki yosh vakil a'zolari bilan aloqa qurishni tirishdi. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Hakikaten biz Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Komitetining qilgan xizmatlarini bilibmi, hamma davlatda degidek bularniki iznalarını ko'rib keldik. Hamda ikkinchi savolimiz iftixorga kelsak, iftixor Yoshlar Komitetining 7-chi qatimli qurultaydan keyingi o'zgarish va o'rinlashtirishlar qanday bo'laydi? Hozirgi ahvol qarab, Yoshlar Komitetini kuchlantirish uchun qanday xizmatlarni elib beryapsizlar? Qanchalik a'zolaringlar bor? Bu to'g'riliq so'zlar bersangiz rahmat. Sizga rahmat, Baxtiyor apandi. Yoshlar komitetimiz iboyatdan Erkinzun apandi deb o'tgandek burundan tatib bo'lgan bir komitet, qurultayning ichidagi g'olliq bir komitetlardan birisi. 7-chi navbatlik qurultaydan keyin 7-chi navbatlik qurultayda boshqa komitetlardan bo'lgan shaklda albatta Yoshlar komitetida ko'rinarlik o'zgarishlar bo'ldi ham bo'lmoqchi. Bularninki eng yorqinlaridan birisi bo'lsa, yoshlar komitetinki her yoshlarninki funksiyasini texim aniqlashtirish ve ularninki qilayotgan xizmatini burunga qaraganda teximi keng qanot yoydirib, muhojiratdagi barliq Uyg'ur yoshlarini bir yerga ekilish uchun qarorli şekilde hareketga o'tishni planlab qo'yapmiz. Hamda a'zolarimiz kelsak, hozirgi hay'ati a'zolarimiz 15 nafar bo'ldi. Albatta biz buni kengaytib nima qilamiz? Bularning ichida har bir turayotgan davlatlardagi Uyg'ur yoshlardan shu davlatga vakolatan bir vakilni tayinlab, shu yerdan taxim yosh o'g'il qizlarimizni qezib chiqib davo sepimizga qetish ve Sharq Turkiston davosiga bo'lgan apmangan qadamimizni bir qadam bo'lsa-mu tezlashtirish maqsadimiz bor. Rahmat. Endi Abdulqodirga kelaylik. Her qanday bir tashkilot bo'lsin, bir guruhi bo'lsin, buningga yangi qon har qachon kerak. Shu bizningki kirgan yangi yoshlarimiz, yangi qonlarimiz bizningki xizmatlarimizni texnik yuksaltirishga ko'p kuch chiqaryapti. Hamda Abdulqodir, siz Turkiyada turib o'zingizning qurultay vakilligiga va xizmatini ko'rsatgan yoshlarning birisi. Siz qurultayning yoshlar xizmatiga qanday qaraydingiz burun? Kirgandan keyin yana qanday ta'sirotlar bo'ldi? Bu to'g'riliq so'zlar bersangiz. Rahmat. Rahmat Baxtiyor efendim. Ben qurultayga burun yoshlar bilan qurultayning orasida bekçik farq bor deb biletdim. Bekçik musofa bor deb biletdim. Chunki yosh bolalarningki qurultayda bek yosh bolalar bilan bek munosabati yo'q va yoshlarga nisbatan bir plani bo'lsa-mu biz onunga qanday yetişelaymiz deydigan, qanday yetişimiz degan bir nima bor deydiganmiz. Yosh biz baramaymiz, biz ya kelamaymiz deydigan bir fikr bor deydiganmiz. Ondan keyin qurultayga vakil bo'lgandan keyin shuni his qildimki, qurultayda haqiqatda yoshlarga ehtiyoj bor ekan. Praktik yig'inda olsun, Dolqin Kamning o'zininki reisimizningki fikrlarda, ko'z qarashida bo'lsin va yoki qurultayning ichidagi butun xizmat qilayotgan akillarimizning, achilarimizning hammasininki so'zlarda shu. Yosh bolalar narisizlar.
Kelinglar biz bilan xizmat qilaylik. Biz sizlarga qilgan xizmatimizni ko'rsataylik, sizlar biz qilgan xizmatni texmi ileriga apringlar. Biz qilgan xizmatni biz nimaga keldik? Sizlar texmi oldiq apringlar bu xizmat. Biz o'zimizning başına o'tgan tajribalarni sizlarga deb beraylik, sizlar buni yaxshi shaklda texmi elib meninglar, yuqori pallik elib meninglar degan mush ko'z qarashni men his qildim. Buni his qilgandan keyin Xitoy qurultayga bo'lgan ko'z qarashim va qurultayga nisbatan xizmat qilish kuchim texmi oshgan bo'ldi. Turkiyada men yashayapman, Turkiyada bor. Bularni hozir vatanimizdan chiqqan 2017dan keyin chiqqan yoshlarning hammasi yoshlarning hammasi hozir Turkiyada jiqlari bor. Avropaga ketganlar bo'ldi yoki O'rta Osiyoda qolganlar bor, ammo jiqlari Turkiyada. Hozir vatanimizdan bundan keyin yosh bolalarning kirish nisbati bek tuvan. Shunlashqa hamda vatanimizdan kelgan yosh bolalarningki Turkiyaga jiqilishi degan gap vatanimizning Sharq Turkiston davosiningki yosh nasllarningki Turkiyada degan gap bo'ldi. Shunlashqa qurultayninki bu navbatlik yoshlarni tarbiyalash kursini inshaalloh 3-oyda Turkiyada qilmoqchi, Turkiyaning Bursa shahrida. İnşallah bunun müjdesini şu Doğu TV'den Dünya Uyg'ur TV'sinden bireyle haberini. İnşallah şu 3. ayda yaşlarını terbiyelash kursunu Bursa'da qilamiz ve muşunun o'xshagan yaşlarını terbiyelash qurultay bilan yoshlarning orasidagi ko'rik rolni biz yoshlarningki qurultayning yosh vakillari bu sifatim bilan men masalan ustunlik o'tdim. Mesela Türkiye'deki nurg'un yerlarda bizning konferanslar bo'ldi. Yosh bolalar bilan ko'rishimiz. O balalarga berib qurultayga bunda ko'z qarashinglar bor ekan, bu sizlarning ön yarg'inglar. Sizlar buni sizlar bu ön yarg'inglar. Sizlar bunda qaramanglar, qurultayda bunda nima yo'q, sizlarga mi yer bor qurultayda. Kelinglar birga xizmat qilaylik deb aytaman. Yosh bolalarni qurultayga da'vat qilaman. Yosh bolalarni bizga kelib, bizning vatanimizning ozodlik uchun, biz bilan birlikda bir safda xizmat qilishiga da'vat qilaman. Ve muşun o'xshagan xizmatlarni qilyapmiz. Biz 2017dan keyin kirdimiz, ama 2017dan keyin hamda biz Bursa'da mesela milletvekilleri bo'lsin, belediye başlıkları bo'lsin, shahar başlıkları muşlardan ko'rishish orqali biz vatanimizning davosini olib, hatta İşler Bakanı, Dışişler Bakanlığıgacha ulush berib kurashgan bo'ldim shaxsan bolalar bilan birlikda. Bu mu hamda bir vatan davosi qilgan bir tepsikan. Bundan keyin yana davomlashtiramiz. Qurultayga balalarni yana mujiq kirishini biz albatta tavsiya qilamiz va da'vat qilamiz. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat demismi? Turkiya biz Uyg'ur davosi uchun nihoyat strategik shundoqla orqasab bir o'rin deyishga bo'ldi. Chunki shu yerdagi Uyg'urlarning soni, yoshlarning soni kelgusida Uyg'ur davosiga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Hozirning o'zida Türkiye'de nihayet qaltis yoshlarimiz chiqyapti ham nurg'un biz o'ylab bakmagan, biz yetishmagan nurg'un xizmatlarni qilyapti. Buning uchun sizlarga apirin. Hamda erkinga qaytib kelaylik. Yana qayta qurultay yoshlar komitetininki bundan keyingi yoshlar xizmatini elib berishda qanday bir loyihalar va strategiyalar bor. Hozir Uyg'ur davosi zo'raygan sari yoshlarga bo'lgan ehtiyoj eshiyotidir. Shu yoshlarning qalbini o'zinglarning amaliy harakati bilan tutish uchun nimalarni qilmoqchi bo'lasizlar? Bu to'g'riliq bir so'zlab bersangiz rahmat. Bo'ldi. Shu bu Abduqodir degandekmi, Iftixor degandekmi, yoshlar komiteti bundan keyinmi Uyg'ur yoshlari uchun bir platform bo'lish sifati bilan yetishtirishga tirishdi. Bunun için aldı bilen dünyadaki Şarkı Türkistan yaşları uçuruş faaliyetlerini, her xil medeniyet faaliyetlerini ornaştırmaz, futbol müsabıklarını ornaştırmaz. Onun için bu faaliyetleri kelgen yaşlardan kabiliyetli yaşlarımızı tallap, ular için ihtiyacı olan bilimler bilen terbiyeleş kurslarını ornaştırmaz ve bu cangavar yaşlarımızı sırtımızga qo'shishga tirishimiz. Şu asas jihatda bizningki shu planlarımız 3 ayının deyman, bir yıl majildagi planlarımız şu hamda ondan keyin yana ko'p xizmatlarni qilamiz Xudoyim bersa shu 3 yil ichida. Kechiringlar. Suhbat jarayonida agarda qo'shimcha qilgan mazmunlar bo'lsa, o'zaro qo'shimcha qilib qo'ysak bo'ldi. Haqiqatan biz qurultaydagi yoshlar, menmo erkin degandek 10 yilda yaqin shu yoshlar faoliyatiga qatnashib kelyapman.
bununki nurg'un tarbiyalash kurslariga qatnashdim. Hem to'rga chiqib og'zimizda shahar olgandan amaliy faoliyatimiz bilan sizlarga o'xshash yoshlarniki o'ziniki amaliy faoliyati bilan qilgan amaliy harakatlari boshqalarning ko'nglini eritdi, shundaqli utuq qozondirdi. Bu yerda xizmatniki cho'ng kichigi bo'lmaydi. Cho'nglarning qilayotgan xizmatlari bilan yoshlarning qilgan xizmatlari amaliyotda bir-birisiga chambarchas go'sht bilan so'ngakda kirishib ketgan. Buni ham og'rig'il bo'lmaydi amaliyotda. Shundaqdimi buningdan keyingi shu amaliy xizmat bilan yoshlarni o'zinglarni qartishinglarni men chin ko'nglimdan umid qilaman. Hamda yana bir savolimizni iftixoriga qo'yaylik. Hamda siz ishkinglar Abdulqadir ishkinglar muavin mudir. Keyingi qadamda konkret planinglar nima, qanday faoliyatlar elib bormoqchi bo'lasizlar? Abdulqadir dedi, Turkiyada bir faoliyatimiz bor deb, bu to'g'riliqmi bir to'xtalib o'tsangiz bo'ldi iftixor. Andan keyin butun dunyo miqyosida yoshlarni yig'ib faoliyat qilish o'yinlar bormi? Bu to'g'riliq kelsak, rahmat. Sizga rahmat. Albatta bizningki bu to'g'riliq planlarimiz bor. Bu İbaytın Abdülkadir'nin deb o'tgandek 3-oydagi faoliyatimiz mush planimizningki, ya'ni dunyo bütün Uyg'ur yoshlarini yig'ish planimizningki bir boshlang'ichi deb aytsakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Biz old bilan Turkiyada İbaytın Abdülkadir deb o'tgandek Turkiyadagi Uyg'ur yoshlari bir qadar jiqaroq bo'lgan davlatlardan birisi. Şonlaşqa biz Türkiye'de bu işni başlaş arqılıq şu yaşlarını qaymıqıb tuğan yaşlar bolsun veya ki özünün ilmi ba, tecrübesi ba ve türlü her cihetten kabiliyetler ba yaşlarımızı mı bir yere yığış arqılıq ulanın küçünü toğru yere işletiş arqılıq davamızga motor karakterlik rol oynayışını mı ümit qilish uchun 3-oylik faoliyatimizning mushuni boshlang'ich qilib qilamiz. Konkret faoliyatlarimizdan kelsak, İbaytın Erkin Efendi deb o'tganimizdek, bu yillik faoliyatlarimizdan her yili normal klassik yoshlar komitetida o'tkaziladigan yillik yoshlar tarbiyalash kurslarimiz bo'ldi albatta. Buningda har qaysi davlatlardan kelgan turli siyosatchilar, parlament a'zolari, türlük siyasetçiler, parlament a'zolarini ve her qaysi muxbirlarni ekilish arqılıq ularninki davadaki veya ki axborot sohasidagi tajribalardan savoq ilish uchun yoshlarimizni yig'imiz. Uningdan boshqa har qaysi davlatlardagi turayotgan yolg'izlam Uyg'ur yoshlar emas, shu davlatninki yerlik yoshlardanmi zich hamkorlik o'rnatish. O yerlik yoshlar albatta kelajakdimi shu davlatninki o'zdir turayotgan davlatninki kelgusida istiqboli bo'ladi siyosiy jihatdan. Shunga biz turayotgan davlatlardagi har qaysi siyosiy partiyalardagi yoshlar qantininki a'zolari bilan zich hamkorlik o'rnatib, shular bilan fikr almashtirib, tajriba almashtirib qilishlarni planlayapmiz. İbaytın siz o'zingiz deb o'tgandek yoshlarninki og'zimizda sha'ar olgandan konkret shakl xizmat qilib millatimiz uchun ozroq bo'lsin foydamizni yetkazishimiz bu yomon bir cho'ng g'alaba deb qarayman. Albatta yoshlarninki o'zining yoshligidan ko'rsatgan qiziqqonlik va o'zlarininki hissiyoti bilan bizning cho'nglarimizningki tajribasi birlashsa bu Xitoyning ko'ziga mıqop qadalgan mıqop qadilimiz deb qarayman. Shunlashqa yoshlarninki cho'nglar bilan birlashgan, tajribasi bilan birlashgan bir yosh avlodlarni yetishtirib chiqish albatta bu bizningki xizmatimiz va g'oyamiz. Rahmat. Ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz, mazmunli bo'lib shu Uyg'ur davosi faqat Uyg'urlar qilgan bir davodan olib olqib ketdi. Buni necha kundan deyishyapmiz. Bo'lib shu yerlikdagi yoshlarni to'pimizga qo'shish, ham shuningdan foydalanish, ham ularga Uyg'ur davosini anglatish bizda nihoyat cho'ng bir yo'lni ochib beryapti. Masalan, Fransiyadagi shu yoshlarnikimi Fransiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'ntish nihoyat muhim rol o'ynadi yoshlarniki xizmatlari.
xizmatingizga futuq tilaymiz. Hamda Abdulqodirga kelayli. Oxirgi bir savol, vaqt tez o'tib ketayotgandek tuyuladi menga. Siz qurultayga yangidan kirdingiz. Shundaqla bir qur tanishib o'tdingiz bir necha oyda yoqi. Siz burundan jonliq faoliyat qilayotgan aktiv yoshlarning biri bo'lish sifatingiz bilan yoshlarga qanday bir chaqiriq takliflaringiz bor? Bu to'g'riliqmi sizning bir fikringizni anglab boqaylar, rahmat. Rahmat. Qurultayga yangi kirdim, ammo bizning da'vo bo'lsin yoki qilayotgan xizmatlarimiz haqiqatan belki yangi bo'lsin, lekin xeyli yaxshi xizmatlarni qila oldik deb o'ylayman. Endi o'quvchi bo'lish sifatim bilan yoki yosh bo'lish sifatim bilan bizning ham tarbiyalanishga bek ehtiyojimiz bor ekan, shu hammamizniki. Masalan, men xalqaro munosabat o'qiyapman, lekin bir xalqaro munosabat o'quvchisi bo'lish sifatim bilan bizniki vatan davosining, Sharq Turkiston davosininki nurg'unlagan kamchiliklarni ko'ralayman. Xalqaro bo'yicha xalqaro masalalar bo'lsin yoki davlatlar orasida munosabatda bo'lsin degandek. Bizning tashkilotchiliklarimiz-mu birisi-birisiga nima emas, rasmiy bir tashkilotlar bek oz. Bizning xalqimizning ichida-chu. Hammasi asosida buningdan qilgandek shu bek tashkilotlar jiq, ammo yaxshi rasmiy qoida usulli xizmat qiladiganlar bek oz va yoki ashta bo'layotqachqa shunlashganda biz bu yoshlarni, çünkü bizning yoshlarimiz deganda Turkiyada jiq yoshlar bor. Bu yoshlarning hammasi xizmat qilsam bo'ldi, xizmatni qanday qilsam bo'ladi deydigan savollarni o'zidan so'rayotgan yoshlar. Ota-onamga, vatanimga, millatimga manfaatli ishlarni qilsam bo'ldi, buning yo'li nereden o'tadi? Qanday qilsam yaxshi xizmatlarni qila olaman? Qanday qilsam vatanim uchun, millatim uchun, vatanimdagi 25 million xalqim uchun xizmat qila olaman? Ularning ozodlik uchun mücadele bera olaman deydigan yoshlarninki birisi bo'lish sifatim bilan va yoshlarninki yo'l ko'ksilishga ehtiyoji bor. Biz bu yerda bir nima emas. Bizning kichikchig'imizdan boshlab, Turklarniki bo'ldiki, tashkilotlarda kichikchig'idan boshlab cho'ng bo'lib, osh tashkilotning ichida tashkilotchilikning nima ekanligini o'rgandik ekan. Ammo bizning undaq bir fursatimiz bo'lmadi. Biz mushaga chiqqandan keyin, chetlarga chiqqandan keyin aniki tashkilotning nima ekanligini bildik. Biz mushaga chiqqandan keyin o'zgar fikr qilishninki nima ekanligini bildik va yoki shuni his qildik. Endi biz bu yerda o'zgar fikrni özgür fikirlik bir dünyada yaşayotgan bir xalq bo'lish sifatimiz bilan, bir yoshlar bo'lish sifatimiz bilan bizningki qanday qilganda davoni yaxshi qila olamiz, qanday qilganda o'zimizningki davosini boshqalarga to'g'ri anglata olamiz degan narsalarni yaxshi bilishimiz kerak ekan. Biz yaxshi anglitishni bilmagandan keyin boshqa ham yaxshi anglayolmaydi ekan. Boshqalar yaxshi anglay olgandan keyin andan keyin bizningki davomimizga ko'ngil bildik ekan. Shunlashqa biz boshqa millatlarni davomimizga ko'ngil bo'lsin deyotganmiz, avval o'zimizning davosini yaxshi anglatishni bilishimiz kerak ekan. Va tashkilotchilikni haqiqiy şekilde yani tashkilotchilik qonunlari bo'ldiki, buningki dinimdagi Turklar kichikchig'idan boshlab tashkilotlarda cho'ng bo'lib, balachig'idan boshlab ashta cho'ng bo'ldi ekan, tashkilotning ichi cho'ng bo'ldi ekan. Bizning o'sha unda fursatimiz bo'lmasa, hozir masalan meningki bir kichikchig'imda tekrar yashash fursatim yo'q. Shunlashqanda men nima qilaman? Hozir tashkilotchilik nima ekan deb shu hozir ugunima. Shunlashqa yoshlarga eng chong tavsiyarim shu. Biz ugunayli. Biz ugunishdan qo'rqmayli. Biz ugangandan keyin anandan keyin bilgan narsalarimizni ishlatamiz. Biz ugunishdan qo'rqmayli, yaxshi ugunayli. Hamma narsaning ugangandan keyin andan keyin fikr qilaydi. Uganmay turib fikr qilmayli. Shunda buni qilibdiki, yaxshi bo'pti, biz mana shunday qilayli emas, biz bilib qilayli. Biz boshqalar qilganni kuchamayli. Bizning tashkilotlar jiq masalan. Tashkilot bunday qilgan, biz bunday qildik. Tashkilot o'quvchilar yordam qildi, biz yordam qilaylik. Boshqalarningki nima qilib turgani, ashta ishlar bilan ketyapti tashkilotlar. Ammo biz haqiqiy bir qonunliq o'zimizningki tashkilotninki bir nimasi bo'lsin, xalqaroliq nishonimiz bo'lsin degandek mushuni orzu qilaman va mushuning kamchilik ekanligini his qilaman. Shunlashqa yoshlarga eng chong tavsiyarim, bilim bilishdan qo'rqmay, yaxshi bilimlarni olayli, hammamiz o'zimizni kirishtiraylik. Endi bizningki masalan qurultay yoshlarga va yoki qurultay qitilmoqchi yoshlarga deydiganim, qurultay onda nima emas, cho'nglarning ham kiradigan yer emas. Masalan, men 24 yoshda bir yosh, yani o'zimni yosh hisoblayman, 24 yoshga bog'liqim uchun. Yosh bo'lish sifatim bilan endi butun yoshlarning kirishini men orzu qilaman. Vatanga xizmat qilishni xohlaydigan, vatan uchun xizmat qilishni xohlaydigan, vataniga 25 million insonningki qutulishini va zolim Xitoydan qutulishimizni orzu qilgan butun yoshlarningki qurultayning yeniga kelib va qurultayning yeniga kelmasimi? Qurultayningki o'qishi qatilib
biz bilen birle o'qishni olsin. Mesela 3-yilda biz o'qish qilamiz yoki laylarni qilamiz, balki 2-yildan ham yana qilishimiz mumkin oxirgi yillarda, 10 yoki 11-yillarda. Biz bilan biz o'qigan bilimlarni erib qilsin. Vatan uchun da'vo qilsin, qurultayda qilsin va yoki boshqa yerda qilsin. Nari qilsa bo'laverdi, masala yo'q. Qurultayda qildi degan gapim yo'q. Yeter ki bilim elib, bilimli şekilde qilsin. Buni talab qilamiz. Buni tavsiya qilamiz. Chunki bilimlik bo'lmasak, bizning gapimiz bir yerga chiqar ekan. Bilim bo'lgandan keyin biz nima desak, o vaqtda bilim bilan gapirgandan keyin qarshi tarafdan bizni diqqat qildik ekan, qarshi tarafdan bizga gapirganda diqqat qilmaylik. Ammo bilimsiz bo'lsak, shu bir degan gapni ikkinchi qatim yana o'xshash gaplarni qilib, yaxshi bir nima chiqmaydi ekan. Oqibat chiqmaydi ekan. Shunlashqa natija chiqmaydi ekan. Shunlashqa bu yerda hammalarga deydiganim shu qurultayga kelishni xohlaydiganlar va yoki kelsan bo'ladimi, kelmasan bo'ladimi deb bunday ikkilanishib qolgan bolalarni jiqgan. Men bu bolalar bilan kurishyapman. Haqiqatan yaqinda hatta bizningki Turkiyadan bir mashhur bor. Bu bolalar bilan shu yilning 27-sida xatolashmasam da'vat qildi. Mana inshaalloh qurultayni bizga anlatib beringlar. Biz nima qilmayotgan ekanmiz, balki yaqinda bilmayotgan ekanmiz. Chunki ash bolalarning orasidan bir boladan o'ltirgandim. O bala bilmeydi ki qurultayninki haqiqatan yaxshi bir xizmat qilyapti, lekin tam ma'lumot yo'q ekan. Ma'lumoti bor ekan, lekin tam yo'q ekan. Shunlashqa ba'zi hozir ismini deyishni xohlamayman, guruhlarninki fikriga hurmat qildik. Hurmat qilish tamam, to'g'ri, ammo to'g'rini bilib hurmat qilish lozim. Shunlashqa men unga anglatgandan keyin u bek xo'shlab ketdi. Haqiqatan yaxshi ekan. Buni men anladim, ammo buni mening yanimdagi bolalarım anglasin deb, boshqa bolalarni anglash uchun masalan meni da'vat qildim, men ma'qul dedim. Shunga o'xshash, hani biz o'zimizning küçünün yetişçe, özümüzdeki yendeki insanlara, özümüz kıvatkan mücadeleninki, özümüz turvatkan orunninki kıymetini ve bunun keyinki kelip çıkarılan akıbetini ve uzun müddetli, kısa müddetli planlarını oturup koygan vakitte başkalarının kaydı bulurken ve kurultayga bo'lgan ko'z qarshi va yoki uzak, o'zini bek uzak his qilishmi tadrijiy yo'q ekan. Masalan dedim buni, kelinglar qurultayda birga xizmat qilaylik. Yani shunga o'xshash, birga qilaylik. Nima ish qilsak birga qilaylik. Kelinglar birga o'qiyaylik, birga o'rganaylik, birga xizmat qilaylik. Xitoyning qarshisida bizning maqsadimiz bir, bizning dinimiz bir, millatimiz bir, gap qilgan tilimiz bir, dushmanimiz bir. Bunda birlik bayarı, endi birga harakat qilsak inshaalloh dushmanimizni yer bilan yakson qilamiz deb ishonaman. Shunlashqa bütün yoshlarga birlik bo'lishga va tatminbay qurultayning ikkinchi ishga men bu yerda deyman, agar kim qurultay bilan unday o'zini musofirlikni his qilib qolsa, men bilan aloqa qilsa, nereden dunyoning qayerda bo'lsa bo'lsin, o'zim bizzat nima qilmayman. O'tgan nima men Turkiya Firaydan kelgandan keyin Turkiyadagi yosh bolalar shuni dedi. Firayga bordinglar, qurultaydagilar bilan ko'rishdan qurultay qandaroq ekan? Mendan bu savol so'radim. Mendan dedim, bolalarga dedimki, men sizlarga Do'lqin akamizni akilay, reisimizni. Sizlar o'zidan so'ranglar, qurultay qanday ekan? Men desam, endi mera kam dema, ziyoda dema, o'zidan so'rang. Yig'in urlashdik, bolalar keldi, savolni so'radi, bek yaxshi o'tdi. Ya'ni bu shunga o'xshash. Biz qo'limizdan kelgancha yosh bolalarni qurultayga kirishga tirishishimiz kerak va yosh bolalarni qurultayga bek uzoqdek o'zini his qilmasligini men shaxsan talab qilaman. Chunki qurultay hammamizning inshaalloh vatanimizning ozod bo'lishi uchun xizmat qilyapmiz. Inshaalloh muyassar bo'lamiz deb qarayman. En kısa zamanda vatanimizning ozodlikka erishishini ulug' Allohdan tilayman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan Dunyo Uyg'ur qurultayi o'zininki ism bilan o'xshash, har bir Uyg'urning qurultayi, uni hammamiz himoya qilishimiz, uning xizmatiga hammamiz ko'ngil bilishimiz, ham o'zimizningki qurultayiningki haqiqiy qimmatini bilishimiz kerak. Shu chaqda bizningki erkinligimiz, mustaqilligimiz texmi tez qo'limizga keldi. Naytım mazmunluq so'zlab berdingiz. Minglarga rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganinglar uchun. Sizlarniki darsinglar va xizmatinglar va shundaqdan bu xizmatni qo'shimcha qilgandan boshqa bizning programmaga keldinglar. Ko'pdan ko'p rahmat. Biz sizlarning xizmatinglarga texnik cho'ng utuqlarni tilaymiz. Ham sizlardan naytı g'urur tuymiz. Bugungi programmada men shunday xushal bo'ldim. Ham shu komitet, yoshlar komitetining xizmatlaridan texim cho'ng umidlarni kutyapman. Menlar emas, meningcha ko'rinmalarmi shunday bo'yatdi. Shuning bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'rinmalarimizning qimmatli diqqatiga ham sizlarning vaqtinglarga rahmat. Saytimizni texim yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa,
qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'rganlarimizning kanalimizga a'zo bo'lishni va hambarlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Rahmat. Rahmat. Rahmat.